Medgardokdek bozorchani bilasizlar, hammanglar bilasizlar. To'g'rimizda turibdi. Kirasizlar 3-dom, 2-qavatda 3 xonadan iborat bo'lgan kvartiramizni srochniy narxlarda sotilyapti. Shu videoni Medgardok turadiganlarga srochniy jo'natib qo'yinglar hamda atmetga qilib qo'yinglar. Biz sizlarga kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Eslatib o'tgan endi uyimizda 2-qavatda joylashgan 3 xona planirovka. Asosiy eshikdan kiryapmiz. Stroyniy mebel, kiyimlar bemalol ilib uyga kirib ketaverasiz. Bu yerda kladovka, bemalol ortiqcha jihozlarni joylashtirsanglar bo'ladi. Birinchi xonamizdan ko'radigan bo'lsa, bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, mebellari tayyor qo'yib o'tilgan. Ikkinchi xonamizda kattalar uchun mo'ljallangan spalnya, mebel, texnika jihozlari bilan jihozlangan. Uchinchi xonamizda 3 ga 5 o'lchamda zal, mehmonxona, mehmonlar bemalol kutib olish uchun sharoitlar qilingan. Uyimizda radiator hamda qo'shimcha konditsionerlar yordamida isitiladi. Koridor qismidan yuradigan bo'lsa, hojatxonasi qo'shilgan yuvinish xonasi bilan barcha aksiyonlar to'liq qo'yilgan. Bu tomonda 5 metrli mebel texnikalari bilan qilingan. 2 ga 6 o'lchamda o'zini balkon qismi har kungi nonushta qilib o'tirish uchun sharoitlari ham qilingan. Akfa rom himoya panjaralarigacha pastda bo'lsa joy egasi raqamini qoldiramiz. Uy bozor plus kanali nomidan murojaat qilib baraka qilasizlar.